Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob, bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Biz o'xshash bo'lmagan oilalarda yashaymiz va shu oilamizdan moddiy, ma'naviy oziq olamiz. Hayotimizning eng qimmatli, xushal paytlari dal mush oilamiz o'tadi. Shu sababdan biz oilamiz uchun og'ir mas'uliyatni ustiga olgan bo'lamiz va oilalarimiz uchun qurban beramiz, badal to'laymiz. Hamda baxtli oila qurish safarida biz nurg'un oilaviy masalalarga yo'liqamiz va shu masalalarni hal qilishning chora-tadbirlari ustida o'yinimiz. Biz bugun ana shu baxtli oila qurish safarida bizga yaqindan hamdamda bo'la oladigan Şinjan Xalq Sayya nashriyat tarafidan nashr qilingan oilaviy istimolimizdagi Parizlar nomli kitob haqida suhbat quramiz. Bugungi programmamizga 3 aziz mehmonni taklif qildik. Bulardan biri Şinjan Yoshlar jurnali tahrir bo'limidan As'ad Mas'udi apandi. Yani bir Şinjan Yoshlar jurnali tahrir bo'limidan Adiba Ablat xonim. Unda Şinjan İslam institutining lektori, tadqiqotchi Aziz Ataullah Sartikin apandi. Chiqib tuyangi taqalgandan keyin inkas bak yaxshi bo'ldi. Xizmat nishonimiz asosliq o'qirmanlarga naf beradiganligini asos nishon qildik. Buni biz risola desak, kitobniki qimmati tuyan hisoblanib qoldi buningda. Asadga bizga ma'lum baxtli bir oila qurish nihoyatda mushkul, uzoq so'ziladiganligi nihoyatda qimmatlik, asli xotirlarni bizga asıltadigan ahamiyatli bir jarayon, ahamiyatli bir safar. Ham sizlarning shu oilaviy iste'molimizga Parizlar nomli kitobni tuzib nashr qilib chiqarganinglarni o'zi nihoyatda katta shopdi. Hamda sizlar mush kitobni tuzish davomida nimani ko'rsatgan bo'ldinglar? 1988-yili Şinjan Universiteti Edebiyat Fakültetiga o'qishimni tamomlab, tilaklarim ijobat bo'lib, Şinjan Yoshlari jurnali tahrir bo'limiga xizmat etdim. Shu mezgillarda bu jurnal attaqli shoir, yozuvchi, jurnalist Abayla İbrahimning bosh muharrirligida chiqdi ekan. Shu yil oxirida kelajillik, yangi yillik sahifalarni tanishimiz, azroq o'zgartirish kirgizmiz, yangi sahifalarni ochimiz, isloh qilamiz. Bizning jurnalga mushtari bo'lganlar azroq nafga erishadigan bo'lish kerak. Har yilda shunday bo'ladi deb bir planni o'tirib qo'ydi. Shuning ichida yangi ochilgan sahifalarning biri turmush maslahatchisi gezdi degan bir sahifa bo'ldi. Mana bu 89-yillik to'plam. Naq mushu yilninki birinchi sondan boshlab bizning turmush maslahatchisi gezdi degan sahifamizmi birinchi sonni boshlab oldi. Birinchi sonda buningga maqol manba yo'q. Buni demallikqa o'zimiz tayyorladik. Buni bir qismlarini Abalkam o'zi tanlab bergan bo'ldi, bir qismlarini men tanlab ko'rsatdim. Bo'ladi ekan deb shu bo'yicha birinchi sonni chiqarib oldik. Jurnal chiqib tuyanga taqalgandan keyin inkas bak yaxshi bo'ldi. Tibbiy sadiq xodimlar, o'qituvchilar, bir qism peshqadamlar, tarjimonlar taraf-tarafdan maxsus maqola evatilgan bo'ldi. Maqola manbamiz to'liqlandi, tamtirmay, yaxshi tanlash imkoniyati bo'ldi. Maqolachi qo'ygandan keyin tanlash imkoniyati yaxshi bo'ldi. Har sondan songa yaxshi chiqarishga tirishdik. Ham buning ichida turmushning hamma taraflariga, hamma sohalariga chetishlik mazmunlar tanlandi. Shu peti ishlab 20 yil davomlashdi bu saytimiz. Ma kitobga biz shuning ichidagi 15 yil jarayonida ishlatgan maqolalarni qayta shallab, ratlab bir qancha cho'ng turga arib kitobni nashrga tayyorladik. Shu yillarda Şinjan Yoshlar jurnalining shu turmush maslahatchi sahifasidan men nurg'un oziq qolgan Asadga. Yana kelib shu yillarda endi turmush maslahatchisi, oilaviy tibbiy savat, oila sog'lomligi, oilaviy psixik ong va oilaga munosabatli bo'lgan bundaq mazmundagi maqolalar, bundaq mazmun kitoblar nihoyat ozdi, yo'qning o'rni dedi. Adiba xonim, oilaviy iste'molimizga Parizlar nomli bu kitobga qaraydigan bo'lsak, bu kitobning mazmuni oila va oilaga munosabatlik, oilaviy turmushga munosabatlik nurg'un taraflarga berib chetildiganda, buning mazmun qatlamlari sayfsi nihoyatda keng-kamdi. Undaq bo'lganda siz shu kitobningki mazmuni shundaqla bu mazmunlarning turlar bo'yicha tushuntirilishini sharhlab baqsangiz qanday? Jurnalimizdagi sayiflarning ichida o'qirmanlar eng yoqtirib ko'radigan turmush maslahatchisi sayfisidan asos qilib turib mazmunni shu oilaviy iste'molimizga Parizlar nomli kitobni tuzib chiqish vazifasini topshirdi. Bu xizmat vazifasini topshirib olgandan keyin
turmush maslahatchisi sahifasini ishlab kelayotgan, ishlayotgan muharrirlardan tashkil topgan xizmat guruhimiz eng dastlabki qadamda mazmunlar bo'yicha turg'ayishni yapdik. Bu jarayonda ko'p izlandik. Oldi bilan shu turmushdagi bilim xarakterli universal uchurlarni bir turga ayol, farzand tarbiyasi to'g'risidagi mazmunlarni bir turga, oddiy retseptlarni bir turga, psixik sog'lomlikqa oid mazmunlarni bir turga, foydali tavsiyalarni ayrim bir turga mushtaq mazmunlar bo'yicha ayirib chiqdik. Bu ayirib chiqish jarayonida xizmat nishonimiz asosliq o'qirmanlarga naf beradiganligini asos nishon qildik. Aziz efendi, sizdan so'rab baqsam, mush oilaviy ijtimoiyimizdagi farizlar nomli mush kitobni biz risola deb qarasak bo'ladi. Hamda buni cho'ng jihatdan risola deb qarasak bo'lmaydi. Nimishqa deganda bir risola desak, buni bir oiladanki bu boy sizlar deb aytdinglar, bu oiladan bir cho'ng hukm. Buning ichida hamda er-ayol deymiz, odatdagi turmushdagi bola vaqtidagi ishlarni deymiz, yoki bo'lmasa turmushdagi bir oddiy savodlar. Masalan, dayriz surtganda qanday qilamiz, qozon yuvganda qanday qilamiz degandek oddiy savodlarmi bu kitobda nihoyatda ko'p kirizilgan. Buniki mazmun doirasi intayin ko'p. Endi biz risola desak, bir risola odatda bir nuqta bilan qaratiladi. Endi bu kitobniki mavzuda oila iste'moli degan gap ilindi. Bu yerdagi oila iste'molni bu yerda nurg'un bayonlar iste'mol qilinmaydigan, diqqat qilinadigan nuqtalarmi bor. Iste'molmi asos, qolgan diqqat qilinadigan nuqta qo'shimcha. Buni biz risola desak, kitobniki qimmati tuyan hisoblanib qoldi buningda. Bu bir qo'llanma. Bir risola emas, bir oilaniki mukammal bir qo'llanmasi desak, meningcha muvofiq deb qarayman. Amaliyotchanligi va qo'llanishchanligining kuchlikligi bilan hammamizga muayyan darajada naf beralaydi deb qarayman. Asosan mushuni markaz qildik, mushuni yondashdik. Meningcha ayollarning ta'siroti erlarnikidan cho'nqiroq. Bu o'qishchalik yo'q maktabning. Qo'llanishchanligi bor. Bu kitob endi amaliyotchanligi va qo'llanishchanligining kuchlikligi bilan hammamizga muayyan darajada naf beralaydi deb qarayman. Asadga bu kitobga erlarning oilaviy turmushida diqqat qilish tegishli ishlar shundaqla erlarningki oilaviy turmushiga yordam beralaydigan va maslahat beralaydigan qanday mazmunlar kirgizilgan. Erlar haqidagi tema bumbek cho'ng tema. Bak keng bepoyon tema ekan. Ammo biz mush kitobda biz erlar haqidagi paranglarda shu erlarning jismoniy sog'lomlik bo'lganda jismoniy sog'lomlik, psixik sog'lomlik. Andan erlar deb bo'ladigan erlarning ota-onalar oldidagi farzandlik majburiyatlari. Er ayol o'tirisida bo'lganda ki erning ayol oldidagi majburiyatlari. Er bo'lishi bilan erning oti bo'lishi bilan farzandlar oldidagi mas'uliyati. Erlarning yana jamiyatdagi tegishlik darmon bo'lgan qonun, huquq, manfaatlari haqida ki mazmunlarni asos qildik. Necha vaqtimizni shundaq berib tikamiz, ham kitobga shu mazmunlar shundaq shu kirdi. Ham meningcha er bo'lmoq mush biz bergan mazmunlardan qaraganda er demak farzandlar qandaq er bo'lsa bo'ldi desa boshqa gaplarni jiq qo'yib turaylar. Yurish turish yoki u bu deganlarni qo'yib tursak, erlarga qo'yilgan talab ushmiki deyman. Birinchisi bu ota-onalar oldida farzand nima? Vafodor bir farzand bo'lish kerak. Ayol oldida, ayolning nazarida layoqatli er bo'lish kerak. Farzandlar oldida mas'uliyatchan ota bo'lish kerak. Asosan mushuni markaz qildik, mushuni yondashdik. Onundan boshqa bu kitobda yana erlarning ruhiy sog'lomligi, shundaqla erlarningki ruhiy takommulligi munosabatlik, ruhiy kamolatiga munosabatlik nurg'un qimmatli uchurlar va mazmunlar bor ekan. Adiba xonim albatta bu kitobga erlarga munosabatlik nihoyat qimmatli mazmunlar uchurlar kirgizishdan birga yana ayollarga munosabatlik nurg'un qimmatli mazmunlar kirgizilibdi va sahifalar echilibdi. Demisumda ayol bo'lmoq xuddi er bo'lmoq o'xshash to'limi ta'sish. Bu nuqtadan qaraganda hamda mushu kitobda hamda ayollarningki oilaviy turmushida ayollarga asqatadigan va ayollarga yordamda bo'la oladigan qandaq mazmunlar kirgizilgan. Undan boshqa siz mush kitobdagi bir qism mazmunlarni hamda oilaviy turmushingizdagi ishlarda taqqoslab shuni taqlid qilib baqdingizmi? Oila to'g'riliq gap bo'lganda meningcha ayollarning ta'siroti erlarnikidan cho'nqiroq.
Aile a'zolari ichida ayol kishining o'rni hammadan muhim. Bir kunlik shu xizmat, turmush sharoitligida erib halimizdan ketgan holat uyga qaytgan vaqtimizda ishdan kiribla yo'ldoshimiz, bolalarimiz uchun ya'ni qozon beshida paypetak bo'lamiz. Bizningki barliq muhabbatimiz ana shu ushaq oilasida mujassamlangan bo'ldi. Endi biror ayolningki ta'rifini qilganda odatda shu ayolningki tarbiya ko'rgan, axloqliq, turmush editlik ekanligi tilga ilindi. Undan sirt har qanday bir oilaniki, o'sha oila muhitiningki pokiz ratlikligida shu ayolniki, ya'ni shu oiladagi ayol xo'jayinning shu oilaga, shu uyga qanchalik mehr, qanchalik qon ter singdirganligini ko'rib aql bo'ldi. Shunday ekan, har birimiz oldi bilan o'zimizningki ayol ekanligimizni, ondan qolsa ayol xizmatchi ekanligimizni boshqalarga his qildira olishimiz kerak. Buning uchun har qaysi jihatlardan o'zimizni beyitishga, ahamiyat berishga to'g'ri keldi. Qo'limizga bu kitob biz nashr qilgan, biz jurnal tahrirotimizdan tuzilgan bu oiladagi oila iste'molimizga parizlatamliq bu kitobda xonim qizlarimizningki mayli oilada, mayli xizmatda o'zining rolini texim joriy qildirishga foydali ko'rsatmalar naydi ko'p. Masalan, shu turmushda diqqat qiladigan nuqtalar, masalan, farzand tarbiyasida, masalan, shu oziqlantirish nimalarga diqqat qilish, undan sirt atrofim shu darhol bir xil turmushdagi kichik ishlar duch kelgan, masalan, qo'llarimiz qanab ketgan vaqtlarda shu qonun to'xtatishda shu atrofimizga ishtik to'g'ri ulgurabsakmi, shu xamzanjivilni chanab ashuni chapilsaqmi yara eg'iziga qon to'xtaydi ekan. Ashta kichik oddiy savodlardan ham xabardor bo'lib turdi ekan bizda. Shilchichalligi har bir oiladagi o'xshamagan yosh quramidagi oila a'zolari qushlab olib keldi ekan. Demak, Adiba xonim bu kitobda odatdagi oddiy tibbiy savollardan tortib toki cho'ng jihatda oila engi, oila mas'uliyati, ota-ona, bola, farzand haqidagi masalalar tutishadigan mazmunlar, shundaqla oila majburiyatdan tortib nurg'un mazmunlar o'z ichiga elingan ekan. Ezapandi hozir atrof qaraydigan bo'lsak, yangidan oila qurayotgan, qurmoqchi bo'layotgan nurg'unlagan yoshlarningki oilaviy turmushida, nikoh ishlarida va oilaviy ishlari bilan jamiyatdagi munosabatlarni qanday bartaraf qilish masalalarida nurg'un masalalarni saqlanayotganligini va bu masalani hal qilishningki ta'xirsiz zarur masala ekanligini bayqaymiz. Undaqda yoshlarningki shu oilaviy turmush ishlarida bu kitob qanday yordamda maslahat bo'la oladi? Ana bu yerda mush kitobda aytilgan bayonlar oiladagi bir iqtisodchilikni shakllantirishda bir oilada bir muhim rol o'ynaydi. Nemishqa degan vaqtimizda bu kitobning ichida tunishtirgan bayonlarda ba'zi turmushda ishlatib eshib qolgan narsalardan foydalanishning usullari, ba'zi biz masalan ko'ktat deymiz yoki kiyim-kechaklarniki ba'zilar biz kiyimimiz deb tashib o'tganlar bo'ldi. Ba'zilar yemak-shimekningmi qoldiqlarini qanday bitirib qilish. Endi oilada masalan gul o'stirganda bu hamma tarafdan bor mazmunchi. Masalan, bir choyning shamisi qanday usul bitirib qilamiz, tavozning shapqini qanday usul bitirib qilamiz, urg'uni qanday usul bitirib qilamiz degandek, yani buning ichidagi narsalarni bir qitim ishlatib ham tashdiqlangan emas, anondan yana ikkinchi qitim foydalanib bo'lgan ba'zi usullar tunishtirilgan. Ana beshidan shuni ko'rib olgandan keyin bu yerda bir iqtisodchilik bir ang shakllanadi. Endi yana ba'zi mushkillik tamoq etish, masalan, oshxona ashlarini asrash jihatimi yana buningda muayyan foydalish qiymati yuqorilgan bayonlar kirgizilgan. Endi bu kitob kitoblarda ikkiga bo'linadi, qo'llanishchan, o'qishchan deb. Bu o'qishchanligi yo'q maktabning. Qo'llanishchanligi bor. Nimishqa deganda har bir mazmunningki, endi kitobning o'zi 400-500 bet, 1000 dan ortiq narsa bor dedik. Bu narsa ashulaki 3 qur 4 qur bayon bilan ham asli maqsadni aks ettirib qo'ygan. Buni qandaylik jarayon so'zlab burmanchilik, natija chiqmagan ahvol yo'q. Naq o'zi aytilgan bo'lg'achqa buningda o'qigandan keyin ham darvaqa ma'lumot qilsam bo'lar ekan deb buni bila oladi. Ham ikkinchi qilib, hamda mushunda yana me'mondorchilikqa yoki tamoqni oz ko'p etib qo'ymaslikqa aloqadormi mazmunlar bor.
Bumi hamdaligi boydigan iqtisodchilik jihatdan masalan tomoqni ikki odam keldi desa ikki odamga ham atmaslik yo birini ortiqroq qilish deysam shu darajada bayonlar ixcham o'tirib qo'yilgan. Ham yana bir jihatdan baytim adib adab o'tdi cho'nglarninki masalan kelinlarning deymiz yoki qaynotlar kelganlar yoki mehmon kelgan ularning oldiga qanday chiqish deysam hamdaligi oshxonaga kiyim bilan chiqqanda yoki mehmon kelgan vaqtida qanday çayını qanday qo'yamiz boshqaning oldida piyolani tokkida masalan aynak shira ishlatadigan bo'lib qoldik ko'pincha endi shuni istakanni avaylab qo'yamdik yoki endi tokkida qo'yib solamdik bu jihatdagi mazmunlarmi yana bizning turmushimizga masalda tunishtirilgan endi farzandlik bo'lish bosqichi keldi desak endi buningda farzandlik bo'lish bosqichiga kelgandan keyingi masalan homildorlik mezgili kutinish usullari bor bu usullarmi buning tunishtirilgan bumi ularninki doktorxonaga yugurib bormasimi o'zining badan holati o'zininki yemak ichmakninki ko'ngil tortishiga qarab turib o'zida ba'zi o'zgarishlarni bilib olishiga ahamiyati bor endi yana bir jihatdan shu kasalliklarni bayqashniki usullari ko'rsatilgan oldini olishlar emas bayqash usullari masalan yo tushimiz buzilib yoki bir og'zimiz qurib qoldigan yoki badan beramsizlanish ahvollari ko'rilsa bu nima sababdan kelib chiqibdi deb biz uni ko'rgandan keyin bu sebep malını kelib chiqibdi. Ben bunu ya meyveni yesem, ya köktet bilan ya manda tamak yesem, bu tabiitim böyle sikildiken o da bunu kürü alalaydı. Yüzü küçük cihetin bunda. Hem de ahirki bir cihetin bir yaş erkutlularındaki birisini hürmetleş cihetin yani manın içinde adli tıl savatları. Bu bayda belirtkenlik nezeriye emez. Adli halatta. Yerinizi kirgen vaxtıda çıraylı salamlaşın. Mağanda hoş dem, üzerine uyga kirdim deplam alaqı, üsuplam kirib, tamaq etdingmi demang. Masalan, aylarga nisbatan. Ayollarga nisbatan bugun erib ketdim, tamoqni alaqı, sitin yayla demang. Alaqı har bir gapni alaqı, siliq sipoya deyishni, vaqtga, kayfiyat qarab gap qilishni o'rganayotgan mandaligi, soat qadr bilimi ko'p. Hamda bolalarning tarbiyasiga kelgandimi, boya adabiyat o'tgandek, bolalarning alaqı tamoqni qanday tangshash ularda ma'lum bir kasallik ko'rlab qolsa uni ba'zida hamda azroq qizib qolsa voy deb yugatib bilan doktorxonaga jiddiy qutqizish telefon qilib qatorlar borchu buning ma kitoblarda ko'rsa bu oddiy badan holatidagi o'zgarish va ba'zisi ig'ir kasallik beshart ekanligini bilalaydi farzandlarniki yig'isidan ularniki tayatidan ba'ziligi ig'iz burniga chiqqan ba'ziligi jarayondan qarabdan bu manda kelgan deb kitoblarga qarab turib o'z hukm qila oladi demak bu jihatdan 5 boshlab amal qilib mangsa bir yaş ayollarninki bir ailede mustahkem bir ailenin kuruşuğa bir yol ko'rsatkich bo'la oladi o'ylab. Oila muqaddasligi, nikah muqaddasligidan iborat bir narsa cho'qim shakllanishi kerak. Qandaqdir bir farzandlarning masalasi bo'lmasdan butkul jamiyatning, partiya hukumatning ahamiyat berishiga tegishli masala ekan dedim. Menimcha ko'ngilsizliklardan butunlay xoli oila bo'lmasligi mumkin. Yani bu şundaylık, mesela kelib chiqishdan oldin oladigan tadbirlar intayin ko'p. Yoshlarda cho'qim bir oila engi, bir nikah engi, oila muqaddasligi, nikah muqaddasligidan iborat bir narsa cho'qim shakllanishi kerak. Bu qadaqdir oilaning huzur oladigan, oiladan ko'ngil suv ichishni xohlaydigan taraflar emas, oila uchun qurbon bera oladigan, badal to'lay oladigan, oilani muqaddas bir bilik deb qaraladigan yoshlarda mushtaq bir tarafdanki shakllanishidimi bu kitob muayyan bir napralish kerak ekan. Oilaviy istiqbolimizning farizlari nomli bu kitobda yuqoriqilardan boshqa yana shu yashanganlarning kutish ishlariga munosabatlik nurg'un mazmunlar bor ekan. Undaqda mush kitobdagi mush xildagi mazmunlarda yashanganlarning kutinish ishlarida qaysi taraflarga ahamiyat berish ta'kidlangan. Xalqimizda bu yashanganlarga ko'ngil bo'lish masalasi uzoq asrlardan buyon intayin shalliq bir an'anani shakllantirgan. Bu jihatda dunyo ellariga ulgu bo'lalaydi degan qarashdaman. Ammo zamonning taraqqiy qilishi, turmush ritmi va kaza degandek atalmış bahana sabablar tufayli yashanganlarga bo'lgan ko'ngil bo'lish, ularning oldin xabar olish masalalarida azroq savalliklar, ba'zilarda xil ig'ir masalalar ko'rildi. Biz bu kitobda shu hamma yashanganlar masalasidagi hamma taraflarga chetishlik mazmunlardan bir narsa chiqarmagan bo'lsakmi, ammo shu mazmunlarni yondashqa tirishdik. Buningda yanada asosan boshlanishi bilan yashanganlarning jismoniy va ma'naviy sog'lomligi jihatdan boshladik.
mazmunlar shunga mujassamlangan. Ya'ni yurish, turish, dam olish, aram olish, yemak ichmak, dori iste'moli degandek. Buningdan boshqa yana yashanganlarning xotirjamligi, xushal-xuramligi, ularning hamma ehtiyojlarining qondirilishi bilan shundaqla xotirjam, ansirash bo'lmagan mundaq bir muhitni talab qildi ekan. Bu jihatda nurg'un mazmunlar bor. Endi yashanganlar masalasida men yana shu maqolalarni burundan tayyorlash ham shu kitobga tayyorlik qilish jarayonida ba'zi narsalarni his qildim. Tipikroq bo'lganda mundaq bir narsa bo'ldi, ikki mazmun bo'ldi ekan. Birinchisi, o jo'risi bilan tang birga o'tayotgan yashanganlarning turmushi sal xotirjamroq bo'ldi ekan. Bular ikkisi almon bo'lishib, muhim narsa, jo'risidan ayrilib, yolg'iz qayta nikoh oila qurmay, yolg'iz o'tayotgan yashanganlar. Bularning masalasi sal texmo bekrak diqqat qilishga arziydi ekan. Yana birisi, undaq kasalliklarga mubtalo bo'lgan yashanganlar. Bularni kutmak, bularni ko'ngil bilmakmi? Xeyli masala ekan. Shuningga bu yashanganlarga ko'ngil bilish masalasi qandaqdir bir farzandlarning masalasi bo'lmasdan, butkul jamiyatning, partiya, hukumatning ahamiyat berishiga tegishlik masala ekan dedim. Cho'nglarning kutish ahvollari bir millatningki folklora munosabatlik, ong saviyasiga munosabatlik, yiltizlik an'anasiga munosabatlik zo'r masala-ku. Chunki biz cho'nglarsiz biz yiltizimizni tasavvur qila olmaymiz. Cho'nglarning o'zi bir yiltiz, cho'nglarning o'zi bir quyosh, cho'nglarning o'zi bir ufuq. Cho'nglarsiz biz o'zimizningki qanday ravishda ne qarab taraqqiy qilishimizni uqmaymiz. Demak, cho'nglarningki kutinish masalalariga munosabatli ishlarda oilaviy ijtimoiyimizdagi farizlar nomli bu kitobni varaqlab boqadigan bo'lsak, muayyan ijobiy savodlarni va hikmatlarni, tadbir choralarni ko'ra oladi ekanmiz. Adiba xonim, oilaviy ijtimoiyimizdagi farizlar nomli bu kitob bizning oilalarimizning har birisida birdan bo'lsa, shu oila a'zolarininki naf elishiga arzimdi sizcha? Bu kitobningki tili ommabop, bayonlari ixcham bayon. Menimcha ko'ngilsizliklarning butunlay xoli oila bo'lmasligi mumkin. Ko'ngilsizliklar turmushdagi er-ayol o'rtasidagi munosabatni, qiynanda kelin o'rtasidagi munosabatni, shunga o'xshash ba'zi bir inchikliklar munosabatlarni bir taraf qilmaslikdan kelib chiqib deb qarayman. Bu kitobimizga shu nikoh, oila, er-ayol, undan boshqa ayol kishi bo'lish tegishlik ba'zi bir bayonlarda mana shu inchikliklarga qanday muomala qilish, ularni qanday hal qilish ziddiyatlarini tafsiliy bayon qilingan. Undan sirt dastlabki bayonimda farzand tarbiyasiga oid mazmunlarmi bor, oddiy retseptlarmi bor, foydali tavsiyalarmi bor deb so'zlab o'tdim. Shunga menimcha oiladagi har qanday odamga mos keldi, ularga foydali uchurlarni yetkazish bilan birga turmush saviyasini yana bir qadam yuqori ko'tarishga foydasi tegdi deb qarayman. To'g'ri, bu kitobning chizilish doirasi to'liq ekan, buningdagi universallik, buningdagi qo'llanishalik, buningdagi amaliyatchanlik, bizningki ish qilib shu turmushimizni ko'ngil bilish tegishli bo'lgan nurg'un masalalar buningda yechib berilgan ekan va tushuntirilgan ekan. Ezapandi bu kitobga oila a'zolarining pisik tarbiyalanishi, shundaqla pisik masalalarni bartaraf qilishninki choralarimi kirgizilganmi qanday? Oiladagi pisik masalalar bu intayin cho'ng masala. Bu kitobga kirgizilgani shuniki bir dengizning tomchisidek biramda oddiy bayonlar kirgizilgan. Endi bu oddiy bayonlardan sirtqi bayonlar nima deganda oilada pisik masala kelib chiqishini oldini oladigan nurg'unlagan yaxshi bilimlar bor. Hamda yeni to'y qilgan bir er ayol psixikasi sog'lom. Bu ikkilisi shunda 5-dan boshlab mayli moddiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, aytilgan tuyungan oilada cho'ng bo'ldi, bir uy kirdi. Lekin bularning turmush bilimlari, yana oila turmush biliminingki ya erdiki ya ayoldiki mushi bilimninki tuvalligi sababidan ba'zi masala kelib chiqavergandan keyin ba'ziligi tanqid ko'p bo'lgan, ba'zi xafalar ko'p bo'lgan bo'lavergandan keyin bu oxirida nima bo'ldi deganda oiladagi psixik masalaning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Ya'ni mushundalik masala kelib chiqishdan oldin oladigan tadbirlar intayin ko'p. Bunda psixik masala ko'rilgani birdigan maslahat buningda azroq. Hamda kitobni biz maqtuduq deb yo'q narsani desak bo'lmaydi bu yerda. Bu kelib chiqqan masalaga nisbatan deydigan gap oz,
kelib chiqish ehtimoli bo'lgan psixik masalalarning sababini ko'rishib, buning oldini olishning usullari ko'proq tunishtirilgan. Kitapning ichidan kitapni tanla, meyg'izni ayirib olib, shaklini inshaalloh. Kam qolgan taraflar o'tirg'i chiqdi. Kitapning hammasi turmushning o'zi bo'lolmaydi ham. Ya'ni shu oila a'zolarining o'zining turmush tajribasi, oila masalati intayin kuchli. Lekin kitaplar yanala muayyan darajada insonlarning turmushiga, insonlarning tafakkuriga, jumladan bizning oila iste'molimiz, oilangizga ta'sir ko'rsatadi. Saybin Azizning bir ruboyisi bor-ku. Kitapning ichidan kitapni tanla, meyg'izni ayirib olib, shaklini inshaalloh. Yezilgan narsaning hammasi rost emas, ba'zisi yamandir, chirtarkallah deydigan bir ruboyisi bor. Demak, kitapning rolini haddan ziyod mubolag'a qilayotganda vaqtning o'zida biz turmush realligidan, oilaviy iste'molninki o'lchamlaridan, oilaviy iste'molninki ilmiyligini ayirib qolgan bo'lamiz. İzepende mana shunga o'xshash oila savodi, tibbiy savod, sog'lomlik savodi va oilaviy masalalarga munosabatlik mushundaq kitoblarni o'qirmanlar bilan uchrashtirish qanday ahamiyatga ega? Aile iste'molimizga farzlar degan kitob o'sha Sharq Shamilda turib qilishi kerak. Va dehqonlarga haqsiz taqtildi. Onun nusxa besilibchi. Taqtilgandan keyin biz anglagan inkasi nima deganda, mushunda kitob bo'lsa, buni hamdaliqi boshliqmi ko'ralaydi ekan, dehqonmi ko'ralaydi ekan. Bu ko'ralaydi ekan degani bu yerdagi qaysi ma'noda aytildi desa, foydalanadi ekan deganida hamda. To'g'ri. Bu yerda siz bir gap topib o'tdingiz, bu o'zimizning reallikqa mos kelganda. Endi bu asarlarning hammasi bizniki Uyg'urligi qalamkashlar tomonidan yozilgan desa yo'q. Bu tarjimalari ko'pinchalar tarjima. Tarjima qilgandimi bizning xalqimizningki turmush iste'mol odatidagi mos bo'lganlarini tarjima qilib, ijodiy o'zlashtirish asosida ishlagan. Kitobni ishlashga nima sabab bo'lgan desa, Muşu Koreyaning bir filmini ko'rib qoldik. Muşu yana bir ko'rsam degan filmni bu ko'pincha odam yaxshi ko'rib ko'rdi. Bu filmda bir yerda bir ko'rish ko'rib qoldim-chi, bir kichik bola nimani elib, shuningda sovuq yemaklik yasashni o'rgandim deb oilaga kitobdan ilib ko'rdik. Bu yerda bir ko'rish aslitladi. Undan keyin yana bir yerda yana bir ikki qizningki onasining tug'ilgan kuniga tamoq etishni yana oila risolasini qo'llanilgan al deb shular tamoq etishni shu kitob qarab ko'rdi ekanda. Bu kitobni uy xizmatchisimi ko'rdi ekan, bir qanchadan ko'rishni diqqat qilib baxtim buni mencha. Bu tamoq etish tamom emas, uy xizmatchisiniki hamda kiyim-kechakni yuvish usullari, uy tozalash usulini tunishtirgan kitob o'xshaydi deb xayol qildim men. Hamda ma chiqqandan keyin biz mushuningdagi inkasni bunida qanday masala ko'raldi. Bundan keyin kitobni nashr qilsak, mush kitobni qaytar. yoki mushu xarakterdagi kitobni nashr qilsak biz nimalarga diqqat qilamiz? Endi mushu haqda fikr elish jarayonida mushunda kam qolgan taraflar o'tirg'i chiqdi. Biz endi mushuna mazmunini xotirlash, to'plash jarayonida endi bir oilalarga mushunda bir xil kitobning singib kirishiniki intayin muhimligini his qildik. Oila istimoli, oilamizning mavjud bo'lib turishi, oila sog'lomligi, oila engi shundaqla oila kimligimiz bilan munosabatli bo'lgan nihoyat muhim ta'qirsiz masalalarning biri. Oila istimolining qandoq bo'lishi bizning oilamizning qandoq bo'lishi bilan nihoyat zich munosabatli. Navoda yuqorqi taraflarga qiziqsangiz, oilaviy istimolimizdagi farizlar nomli kitobni varaqlab ko'rgaysiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Hammamizga nodir kitoblar ro'yi uzuq bo'lg'ay, xayr xo'sh.